Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlarım. Bugün oldingizga yana bir masalani uchun chiqdim qarindoshlar. Hemen 2017-yili 2-oyda mushu Sapakoyda yashayotgan, yana Xotanning Xonariq yezisidan bo'lgan Abdul Hakim Hajim deydigan hozir bu odam tumrichilik qilyotdi. Bu hajimninki uyini ko'rib, bu hajimning uyining sodasini qilib ikkimiz pulni vatandagi urug' tuqqanlarga berib bizni uyni elayotganga so'zlashdik, ishni bitirib endi bir hujjat qilishlar undavasının imloqchining oldiga deb men tunitqadam mushu ubul imloqchi bo'lg'achqa imloqchining mushuning ishinib mushuning oldiga boshlab ikkimiz bordik. Şundan ubul hajimga dedim, men ma Abdul Hakim hajimning uyini 280 ming liraga naqani etdik oladigan bo'ldim. Ammo bu hajimga berdigan pul vatanda. Bu hajimning vatanda bu pulni elib oldigan urug' tuqqanlar bor ekan, uyga bormoqchi. Pulni uliga berdigan bo'ldim. Uyni mavi menga miyada berdigan bo'ldi. Hamda mushu ishni qilsak, shuningga biz sizlarga shohid bo'lib, masalan, bir hamda yetarlik savdo ishlarini qilib bergan bo'lsa deb keldik dedim. Bulacım tevekkül ma'qul dedi. Ama meni işidagi ishxonasiga chaqirib, hajim bu odamning uyini olmislar, bu depremning oldidagi ko'ni uy. Uni olmislar, miyada boshqa bir hajimning yangi uyi bor. Buni olsizlar dedi. Shundan ma'qul deb men bu odamning gapiga ishonib, bo'ladi deb bu hajimni hamda ketkizib etdim. Maslahatlashib qildigan bo'ldik hajim deb. Yani shuning bilan bu hajim menga bu hozir qolgan uyimning egisi bo'lgan shu Mehmetullo hajimni tunishtirdi. Bu uyni so'zlashib, bu Mehmetullo hajimdan bu uyni oldim. Mehmetullo hajimmi Xotandagi urug' tuqqanlarni uyga ivatdi, telefonini oldi. 3-oyning 15-kunisi bu hajimning tuqqanlari uydagilar 150 ming dollar pulni berdi. Bu hajim telefonda pulni adamı aldı, 150 ming dollar berdi degandan keyin bu uyning ochiqisini menga bergan. Hemen uyga ko'chdim. Aradan şu bir 13 gün o'tdi. Bu Mehmetullo hajim uyga keldi. Vay hajim mana pul bugun menga chiqdi, topshirib oldim. Masilning 50 ming dollarlarini qo'llarga asla hem 100 ming dollarni men uyga olgan bo'ldim. Ish bitdi dedi. Yaxshi bo'pti, hamsa. Unda menga uyning tapusini yetkazibsizlar desem, amma bu uyning hikoyasini boshladi. Bu uy menga og'a vaqtimda mushu ubul imloqchi bergan. Menga og'a vaqtni uqtirmay bu uyni menda beribdi ekan. Ankin qopab nomimga yetkazib bermay o'zining nomiga oldirgan. Shuning nomida nomimga oldiranmadim. Buni endi shunga men sizlarga shunga izg'i satib deb izg'i bergan. Endi buni sizning shu vatandoshlikka chiqqan vaqtning o'zida nomlarga yetkazib berdi. Men shuni o'shdamga so'zlab, hujjat qilib qipray deb oldiga berib, ishxonasida o'ltirib, hujjatni yozib, o'zi imzoni qo'yib, bo'lajim imzoni qo'yib, menga tapini ko'rsatib, mana mening etim deydi, tapu nomimda uy jiqlab qolganlikdan buni Abduqahhor Mag'zum, ya'ni ukamga men yetkazib qo'ygan. Bu mening ukam, qachon men nim desam ma'qul deydi, sizlarga vatan chiqqan ammo men sizga yetkazib berman hojim deb va'dani berib, shunday qilgan qarindoshlar. Endi 5 yil undan tudi men vatandosh chiqquncha yetkazib berdim deb. Uyimning to'pisini men ostimda o'ltirib to'pisini kiraga bergan. Onu shu imloqchi hajim kiraga
birde, kira sözleşmeni aşı yazıp birde, sözleşmede öy sahibi diye yerde benim ismim var kardeşler. Onu üzü yazıqlar öy sahibi de benim ismimde. An kiracının ismini yazıqlar muşundaq qilib 5 yıl men vatandaş söt gapirmajim öysünün de munda kelgan bo'ldim. An öyninki vergisi tapını tuttuğun ukusının namı gitken ukusu mu bilitde o ubulacıma kapirde ma öyni ağını dem tüdüsün bejne de ubulacım bana birde ubajda men tülep 5 yıllık vergi talonu men yığılık kardeş onun qo'limda bor. Emdazi bu tayakkulacım vatandaşım çıqqanıga yöt gaping desem bunu bagulnamay menden endi pul talep qildi kardeşler. 15 bin dolar bersanız an tapını bilme dep. Men bununla nemiş bunda qilsiz? An dedim onun sebebi endi öy bahası özep gelmiş. Şununla men onunla 15 bin dolar bersam bitmiş kardeşler. Bu doğru kelar mı? Bu dilinin aldığı men ağa vaqtimda 350 bin lira dedik. 350 bin lira 100 bin dolar iken ben 100 bin dolarını saq verdim. Hem de hazır öyünün bazı ösken bolsa o mening haqqım emasmi qarindosh. Uning nima aloqasi bor? Faqat bir öyünü setib bo'ldi, xatni uchoqda qo'lamga bermadi. An sizga og'ilmaydi. Hem de og'il o'tgan chog'da bering desam, öy qiymat edi 15 bin dolar ekan. Bu qamlashamda qarindosh bu gap. Men buni unutmadim. Bəgunlamada sotqanda yolg'on aytib az qildi o'kusni. An men hamda bu pul vermesem unumayotgan chog'a deb 100 bin TL bey. An qıpram dedim qarindoshlar bu unumay ma'munda zulm qilyotdi. Shuning uchun bu nafsini yig'olmayotgan bu imloqchiga bir qo'lingizdan kelishicha qarindoshlar gap qilib menga yordam bersanglar. Allah hemmemizden razı olsun qarindoshlarım. Hemmimiz zalim Xitoyning ustidan shikoyatchi. Hemmimiz zalim Xitoyning zolimligiga qarshi. Hamda bu imloqchining bu qilgan qiliqimi mana zolimlik qarindoshlarım. O'zi sotgan uydan hozir tenib olib imzo qo'ygan hujjati bor. Hujjatini men qo'ygan imzoda aytgan ovozliq so'zi bor. Mushunda op-uch paket oldida yana bu men öyni satmagan kiraga bergan deb yolg'on aytib turib oldi qarindoshlarım. Shuning uchun oldi bilan biz zolim Xitoyning zulmini tashviq qilishdan avval o'zimizdagi Uyg'ur zolimlarining zulmiga qarshi turishga, aramizda paklashga, aramizda paklab, mushu sabab bilan aramizga munda buzg'unchi salayotganlarni tozalab, uyultaşdek uyup bir bulup an zalimliklarga qarşı tutsak qarindoshlar. Allah Cenab-ı Allah bizga yordam berdi. Men shunga chaqiraman qarindoshlar. Men hammangni o'z ichimizda bo'lgan Uyg'ur zolimligiga qarshi turishga chaqiraman qarindoshlar.